O'zbekistonda pensiya oladigan yoki kelajakda pensiyaga chiqadigan fuqarolar diqqatiga. Pensiya tizimida muhim o'zgarishlar tayyorlanmoqda. Bu yangilik sizning oilangizga ham tegishli bo'lishi mumkin. Agar ota-onangiz yoki yaqinlaringiz pensiya olsa, ushbu videoni ularga ham yuboring. Chunki keyingi o'zgarishlar aynan pensionerlar uchun muhim bo'lishi mumkin. Va bir narsani bilmoqchimiz. Sizningcha O'zbekistonda pensiya miqdori oshirilishi kerakmi? Fikringizni hoziroq kommentda yozib qoldiring. Eng ko'p takrorlangan fikrlarni keyingi videolarimizda ham ko'rib chiqamiz. Agar pensiya va O'zbekistondagi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormoqchi bo'lmasangiz, Xolis 24 kanaliga obuna bo'ling va videoga like bosing. 14-iyul kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevga pensiya tizimini isloh qilish bo'yicha takliflar taqdim etildi. Unda pensiya tizimini zamonaviylashtirish, fuqarolarga qulaylik yaratish va pensiya tayinlash jarayonlarini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqildi. Lekin bu yerda juda muhim jihat bor. Hozircha barcha pensionerlarning pensiyasi falon foizga oshadi degan yakuniy qaror yo'q. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan turli raqamlarga ehtiyotkorlik bilan qarash kerak. Yana bir muhim yangilik. Nogironlik pensiyasini tayinlash bilan bog'liq tartiblarni takomillashtirishga qaratilgan qonun Senatda ma'qullandi. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi fuqarolar uchun pensiya tayinlash jarayonini yanada qulaylashtirish va ortiqcha byurokratik jarayonlarni kamaytirishdir. Endi eng ko'p berilayotgan savol: mening pensiyam ham oshadimi? Hozircha bunga aniq rasman raqam bilan javob berish mumkin emas. Chunki pensiya miqdori bo'yicha har qanday o'zgarish tegishli raqam rasman qabul qilinib kuchga kirganidan keyingina amalda qo'llanadi. Ammo pensiya tizimini isloh qilish bo'yicha taklifning muhokama qilinayotgani kelajakda yangi tartiblar paydo bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Shuning uchun pensionerlar va pensiyaga chiqishga yaqin fuqarolar rasmiy yangiliklarni kuzatib borishi muhim. Sizningcha pensiya tizimida eng avvalo nima o'zgarishi kerak? Pensiya miqdorimi, pensiya tayinlash tartibimi yoki hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonimi? Kommentda yozib qoldiring. Agar bu mavzu sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va Xolis 24 kanaliga obuna bo'ling. Chunki biz O'zbekistondagi muhim qarorlar va o'zgarishlarni sizga sodda, tushunarli va imkon qadar tez yetkazib berishga harakat qilamiz. Xolis 24. Yangilikni bilishning o'zi yetarli emas, uning ma'nosini ham tushunish kerak.